Nakşı hayatınızın nakşide güzel bulsun dileyim. Zulayat, bizimki İpek Ulu sadasıga İsl nakşı ekeginiz işinemen. Biz onun işimiz ilgili nahayet köp hemkardaşkan. Bu bir iki hemkardaşımız da karayma. Mesela Osma, güzellik. Elip kal. Alkınımda elip kalma. Muşunda nakçılığını nahayet yaxşı hemkardaşkan. Bu bugün Osman degan naqshni olib kelibsiz. Osman degan bu naqsha aka sizningki chiroyli she'ringizdan chiroyli o'rlangan bir naqsh deb qarayman. Chunki Osman degan naqsha meningki rasmiy bir vakillik naqsham bo'lib qolgandek his qilaman. Shunga bu naqshni bir qaytadan bir tirildirish, Sizga xos naqsha bu. To'g'ri. Bir yanglab, yana bir qatam shu tomoshablarning huzuriga sunish maqsadida yana huzuringizga sunmoqchi bo'lib keldim. Peyze, emse, bundan keyin yana biz ijodiy yo'lda chuqur bilman emas, singlim, qarindishim, sizninki shu naqsh hayotingizning naqshidek go'zal bo'lishini tilayman. Rahmat aka, rahmat.